kuchlar jangi o'tkazamiz. Jangimiz 3 raunddan iborat bo'ladi. Har birida ulkan maxluqlar, kaizo, titanlarni quramiz. Qurgan narsalarimiz esa raund oxirida tirilib bir-biri bilan jang qiladi. Oxirgi jang eng qizig'i bo'ladi. Unda biz Godzillaga qarshi o'sha 3 kallali ajdarni urushtiramiz. Birinchi raund boshlandi. Kupa kunduzi tetek olamda pushti qo'y. Biz birinchi raundga quradigan maxluq mana bu Varbat bo'ladi. Bu juda ham Antixi nomli va hamma unutib yuborgan maxluqni biz olovli qilamiz. Shunda menimcha yanada qiziqarli bo'ladi. Faqat meni qurilish san'atimni hisobga olgan holda yaxshi narsaga umid qilmanglar. Hozircha olovli emas, asalli e'lon bo'lyapti. Xo'sh, ajoyib. Mana buni san'at asari desa bo'ladi. Qanaqadir asalli chuvalchang. Lekin tushkunlikka tushmaymiz. Axir men bilaman-ku, devorning narigi tarafida ham hech qanaqa san'at asari yo'q. Shuning uchun yaxshiroq harakat qilib, har xil bloklar qo'shadigan bo'lsak, albatta yuta olamiz. Mana bu blok ham olovli qilyapti anchagina. Faqat shuncha joyni o'rab chiqish kerakligi. Qaranglar, Bedrockda qanaqa tez kursi bo'lar ekan. Zo'ra. Xo'sh, yo'llarni hal qildik. Endi ustini ham qandaydir chiroyli qilish kerak. Bekorga mana bu sabzrang bloklarni ko'tarib olmabman-ku. Shularni aralashtirib qo'yadigan bo'lsak, menimcha nimadir bo'ladi. Ha, rostdan ham nimadir, faqat nimaligini bilish qoldi. Balki mana bu bloklarni mana bundaydan qo'yib, keyin o'rtasiga bu bloklarni bundaydan qo'ysak, agar haqiqiy san'at asari emas. Qanaqa blok ishlatsam ekan? Xo'sh, menimcha unchalik yomon chiqmayapti. Agar mana bu oltin bloklarni qo'yadigan bo'lsak, umuman san'at asari desa ham bo'ladi. Ha, mana bu tarafdan yaxshi ko'rinyapti. Oh, mana endi ideal bo'ldi. Endi mana shu bilan ustini qoplab chiqsak, menimcha ajoyib bo'ladi. Ha, yomon emas, menga yoqyapti. Shunday qila qolamiz. Tanasi bilan hal qildik desa ham bo'ladi, lekin eng qiyin qismi qoldi, uning boshi. Men hech qachon bosh qurishni bilmaganman. Hozir qanday qurishni ham tasavvur qila olmayapman. Ilonning o'zi bosh qanday bo'ladi? Bu maxluqda xuddi kobranikidek bo'yinlarning oldida qanaqadir pardalari bor ekan, uni ham qurib qo'ysak yomon bo'lmasdi. Xo'sh, unchalik ham raso ko'rinmayapti menimcha. Pardaga mana bu asal juda ham mos keladi. Menimcha yarim shaffof ekanligi uchun bizda muammo bor. Haddan tashqari bo'yni tekis, uni to'g'rirog'i bo'yni yo'q desa ham bo'ladi. Bo'yinni qalinlashtirmasak bo'lmaydi, axir o'ljasini qayerdan yutadi? Tamog'i ishgan ilonday bo'lib qoldi-yu, ha mayli. Yana haftadan bu ilon tish doktorda ham yomon ko'radi. Mayli, hech qisi yo'q, biz quramiz, tashlaymiz-ku, lekin qurmasdan tashlash hech zamonda bo'lganmi? Tashlab qurib tashlaymiz. Xullas, bosh qurish san'ati yangi darajaga ko'tarilyapti. Bundan zo'r bosh yo'q. Faqat agar mana bunaqa bloklar bilan aralashtirsak, agar balki nimadirni o'zgartirar. Nima bu? Birinchi raunddan umid qilmasam ham bo'ladiganga o'xshaydi. Ha mayli, umid hali bor. Agar mana bunday shoh qilsak, agar albatta g'alaba qozona olamiz. Agar 2 qavat qiladigan bo'lsak 100% yutamiz. Matematikaga ish odamdigan bo'lsak, bugun biz 150% yutamiz. Ajoyib, san'at asari bundan yaxshisi bo'lmaydi. Faqat yana ko'zlar yetishmayapti. Endi ular ham bor.